Ali, menga qarang. Birovni topib qolganman. O'sha yerda to'xtovdim. Ketdik. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Ha, nima bo'ldi? Kayfiyatingiz yo'q. Bitta qursin bular. Gapiravering. Hech bola chaqani orqasidan bir rohat ko'rib o'tib ketar ekansan-da. Bola chaqa tashvishdan o'lib qutular ekansan. Yo'q, unaqa. Nega dedingiz tinchlikmi? Nima bo'ldi? Tinchlikmi? Nega bunaqa deyapsiz? Kelinimni aytyapman-de. Shu kuydirgan. O'g'lim ham har gapida ajrashaman deb qon qildi. Ajrasin dedim. Shu bolalarga jabr bo'ladi-da, olsin. Axir ularda nima ayb? Ajrashaman deydi. Bir chiroyli yashab turishuvdi. Xudo bergan 2 farzandi bor. Nima yetishmayapti ekan? Odamlar tirnoqqa zor. Jimgina o'tirishsin. Men ham shuni aytaman-da. Bularga gap uqtirib o'zim charchab ketdim. Kelinim bor. Molim bor-da. Ishga kirgandan beri aynitib qo'ydim. Avvallari juda yaxshi qiz edi. Bitta gap gapirsam, bo'ladi oyijon deb turardi. Hozir bitta gap gapirsam, tilini o'ng'a chiqib gap qaytaradi-ya. Shakajoy o'g'limni ham bir tinga olmay qo'ydim. Bir nima desa, tilini o'ng'a chiqib japlab turadi. Sizga umuman tushunmadim. Tagli tugli oiladan ekan. Yigit ham o'qimishli ekan. O'g'limiz toparman deb aytib turishibdi. Nega o'ylamasdan yo'q deb javobini berdingiz? Nega indamaysiz, Manzuraxon? Manzuraxon, sizga gapiryapman. Hayolingiz qayerga ketdi? Yoki biror odamga vadalashib qo'ygan joyingiz bormi? Yo biror odamga vadalashib qo'ygan joyingiz bormi? Yo'q, opa. Sizga aytsam dardim chiqadi. Ha? Meni dardim ichim. Qo'rqitmayman, ha? Nima dardingiz bor? Tinchlikmi? Ha? Nimaga uzatolmaysiz? Mani qo'rqitmang o'zinjon. Nima bo'ldi? Gapiring. Nima gap? Ha? Dov bermaydi. Yana Kadriyes. Nachli motor. Manzuraxon, olsin. Assalomu alaykum. Yo'q, turmay. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Charchamang. Voy. Qarang, opa. Voy. Men tayyor bo'lib qoldim. Buncha chiroyli bo'lmasin. Qo'lingiz gullar, ko'z tegmasin. Ha, buni qizingiz Jayronaga qarayapsiz shekilli, ha? Yo'q, o'g'lim motojoyga niyat qildi. Kelinni boshiga mana shularni qo'ymoqchi. Voy. Ko'z tegmasin. Juda chiroyli bo'pti. Jayronaga Menga qarang. Jayronaga rosa turna qator sovchilar kelishyapti. Tabriklayman. nega hammasini aytarapsizlar? Lekin nimaga shuncha sovchilarni qaytaryapsizlar? Kecha amakisi shu haqida gapirayotgandi. Kecha amakisi shu haqda gapirib qoldilar. Biror joyga ilinay demaysizlar. Biror joyga mundoq ilinay demaysizlar-ya. Yigit kishiga erta kichik. Erkak kishiga aybi yo'q. Qachon uylasa hech kim gap qilmaydi. O'g'lingiz deyman. Shu o'g'lingizdan oldin qizingizni uzatib oling. Qiz bolani tengi chiqsa tekinga berish kerak. Qiz bolani tengi chiqsa, tekinga berma deyishgan. Akasidan oldin uzataman. Ha, menga qarang.
o'shan oldin gapirmadim. Akasidan oldin uzatsangiz bo'lmaydimi? Osinjon, Axir yoshi ham 22dan o'tdi. yoshlar 22 yoshdan oshdi. Bizni qishloqda qiz bolani uzoq ushlab Bizni o'tirmaydi. qishloqda qiz bolani uzoq ushlab turishmaydi. Bir pasda odamlarning orasida qari qiz degan nom. Bir pasda odamlarning orasida qari qiz degan nom oladi. Shu bilan Ana undan keyin shu bilan tamom, vassalom, uyda o'tirib qoladi. chuqur bo'lsin. Uzating undan ko'rasiz. Xudo xohlasa. Ha. Kim bor uyda, kimdir bormi? Voy. Ana, yana bir xaridor. Yana sovchilar kelishdi shekilli. Turing, olsin mana shularni yozing. Hozircha ko'pingizni yashtiring. Men Mana so'zlarni ularni boshlab uzib boshlab kiraman hozir. Voy. Iloyim. Baxtoshisi qizingiz. Kelinglar. Bunisi ham bitaydi. Voy, chiroyli bo'lmasa. Chiroyli. Rasam qo'li zap ko'rmasin. Juda chiroyli qaysizda. Olsin. Buni Jayronaga qo'ygan. Voy, buni qizingiz Jayronaga qarayapsiz shekilli-a? Yo'q. O'g'lim Botirjon niyat qildi. Kelinni boshiga. Kelinni boshiga mana shularni qo'ymoqchiman. Nima deysiz? Lekin juda ham chiroyli chiqdi. Ko'rsangiz. Jayronaga kunda turna qator sovchilar yig'lyapti. Voy, olsin. Jayronaga kundan kunga sovchilar ketib uzilmayapti. Ko'z tegmasin. Ha. Nega hammasini qaytarasiz? Nimaga havasini qaytaryapsizlar? Ha? Kecha amakisi ham shu haqda. Kecha amakisi ham shu haqda gapirib qoldilar. Biror joyga ilinay demaysizlar. Biror joyga ilinay ham demaysizlar. Ay, yigit kishiga erta kecha yo'q. Yigit kishiga erta kechasi yo'q. Ayni ham yo'q. Qiz bolani tengi chiqsa tekinga berish kerak. Lekin qiz bolani Tengi chiqsa tekinga. lekin qiz bolani tengi chiqsa tekinga ber deyishgan. Akasidan oldin uzatolmaysizlarmi? Akasidan oldin uzatolsangiz bo'lmaydimi? Osinjon. Axir yoshi ham 22dan. Hali yoshi ham qarang, 22dan. 22 yoshdan oshdi-ya. Bizni qishloqda qiz bolani uzoq ushlab o'tirmaydi. Bizni qishloqda qiz bolani ushlab o'tirishmaydi. Bir pasda odamlarning orasida qari qiz. Birpasda odamlar orasida qari qiz degan nom chiqadi. Shu bilan tamom. Shu bilan tamom, uyda o'tirib qoladi. Yo'q. Kim bor uyda, kimdir bormi? Ana bir xaridor. Sovchilik edi shekilli. Turing, olsin mana bularni ichdi. Kurbalarni yig'ishtiring. Men sovchilarni boshlab turaman. Voy, men bo'lsam sovchilarni boshlab kelaman. Xo'p, iloyim. Baxtoshsiz. Kelingiz kelsin. Kelinglar. Assalomu alaykum. Kelinglar. Yes. Kamerangiz nachli. Erkak kishini erta kechi yo'q. Qiz bolani joyi chiqsa, uzr yana boshladim. Tengi chiqsa tekinga berish. Tengi. Tengi. Kadringiz. Erkak kishini erta kechi yo'q. Qiz bolani tengi chiqsa, tekinga uzat degan gap bor. Bor. Kadringiz nachli. Osinjon, menga qarang, bizni qishloqda qiz bolani uzoq ushlab o'tirishmaydi. Agar uyda o'tirib qolsa, bilasizmi, hammada dudi gap bo'lib ketadi. Qari qiz degan nom oladi. Shunga tamom. Yo'q. Voy. Kimdir keldi-yu? Voy qizi. Dugonalaringiz salom aytgan. Yaxshi yurgin. Ovqatlaringni o'z vaqtida yegin bolam, qo'rqma. O'zingni ehtiyot qil. Bo'pti bolajonim. Aytaman, salom aytaman. Qizingizdan gaplashdingmi? Ha, dadasi. Gaplashdim. Hammanglarga salom aytdi. O'zi qachon kelar ekan? O'qish tugamabdimi? O'qishi tugabdi dadasi. Ha. Bu yil 5-kurs bo'lgan. Bu yil 5-kurs. Shuning uchun amaliyotga kirish kerak ekan. Bir oylarda qaytaman. Bir oylarda qaytaman dedi. Yana qanaqa amaliyot? Jag cho'zilib ketdi deb o'yini o'qishyapti. Yil bo'yi bo'la qolmabdimi o'sha amaliyotda? Axir dadasi Dadasi chaqirasiz.
Dadasi juda qiziq odamsiz. Ha, shifokor bo'lish osonmi? Kasalxonaga Kasalxonaga boradi, bemorlar bilan tanishadi, ularga tashxis qo'yadi. Bitta kitob o'qish bilan shifokor bo'lib qolmaydi-ku. Ha, senga qizingni maqtash bo'lsa bo'ldi. O'g'ling qani? Uyda. Botir! Botir! Bu yerda. Bu yoqqa qara. Ertagayoq shaharga borasan. Singina xabar olasan. Ko'rgincha qanday yuribdi? Qarachi qanday yuribgan ekan. Birov xafa qilmayaptimi? O'qishlari yaxshimi? O'qishi ham jar cho'zilib ketdi. O'qishi ham jech cho'zilib ketdi o'zi. Xo'p bo'ladi shuni. Kadriyez. Kamerayez nachli. Bo'pti qizim. Tushundim, bolam tushundim. Bo'pti. Dugonalaringga salom aytgan. Xo'p, yaxshi yurgin. Ovqatlaringni o'z vaqtida yegin bolam. Tushundingmi meni? O'zingni ehtiyot qil bolajonim. Xo'p, aytaman, salom aytaman. Bo'pti bolam. Xo'p, xo'p. Qizing bilan gaplashdingmi? Ha, dadasi gaplashdim. Hammanglarga salom aytdi. O'zi qachon kelar ekan? O'qish tugamabdimi? O'qishlari tamom bo'ldi. Dadasi o'qishlari tugabdi. Ha. Bu yil 5-chi. Bu yil 5-kurs emasmi? Shuning uchun amaliyotga chiqishar ekan. Yana bir oylardan keyin Yana bir oylardan keyin kelaman dedi. Qanaqa amaliyot? jar cho'zilib ketdi. O'qishi ham jech cho'zilib ketdi-da. Yil bo'yi bo'la qolmabdimi o'sha amaliyot? Axir dadasi shifokor bo'ldi. Dadasi juda ham qiziq odamsiz. Axir shifokor bo'lish osonmi? Ha? Kasalxonaga Ye? borib, Kasalxonaga boradi, ular bilan ko'rishadi, tashxis qo'yadi. Bitta kitob o'qish bilan shifokor bo'lib qolar ekanmi? Ha, senga shu qizingni maqtash bo'lsa bo'ldi. Voy, O'g'ling qani? uyda. Botir! Ha, Botir! Bu yerda. Bu yoqqa qara. Xo'p bo'ladi. Ertagayoq shaharga borasan. Singina xabar olasan. O'qishlari qalay? Birov xafa qilmayaptimi? Jech cho'zilib ketdi o'qishi. Xo'p bo'ladi endi ham. Kadriyez. Dadasi. Aytaman, o'zingni ehtiyot qilgin. Yaxshi yur. Xo'p, bolam, xo'p. Qizing bilan gaplashdingmi? Ha, dadasi gaplashdi. Hammanglarga salom aytdi. O'zi qachon kelar ekan? O'qish tugamabdimi? Dadasi o'qishlari tugashga tugan. Keyin bu yil 5-kurs. Ha. Shuning uchun amaliyoti bor ekan. Bir oylar yana qolar ekan. Qanaqa amaliyot? Juda o'qishi ham cho'zilib ketdi-da. Yil bo'yi o'sha bo'la qolsa bo'lmas ekanmi o'sha amaliyoti? Dadasi juda ham g'alati odamsiz. Ye? Ha, kasalxonaga borib, kasalxonaga boradi, bemorlarni tashxislari, bemorni ko'radi, ularga tashxis qo'yadi. kitob o'qigan. Kitob o'qigan bilan doktor bo'lib qoladi. Ha. Senga shu qizingni yonini olish bo'lsa bo'ldi. Ey, O'g'ling qani? uyda. Botir! Va Botir! Bu yerda. Bu yoqqa qara. Xo'p bo'ladi. Nabi. Ertagayoq shaharga borasan. Singina xabar olasan. Qanaqa yuribdi? O'qish qanday bo'lyapti? Birov xafa qilmayaptimi? O'qishi ham vobshe cho'zilib ketdi. Bo'ldi, har qilaman endi. Vobshe duvor. Ishlayveramiz, ishlayveramiz, ishlayveramiz. Botir! Va Botir! Bu yerda. Bu yoqqa qara. Xo'p bo'ladi. Nabi. Ertagayoq shaharga borasan.
Singilni ahvoli nasıl? Ko'rguncha qanday yuribdi? O'qish qanday bo'lyapti? O'zi qanday yuribdi? Birov xafa qilmayaptimi? O'zi o'qishi ham juda cho'zilib ketdi. Tushundingmi? Yo'l yerda haqda. Ertaga shaharga borasan. Singilni havolasi. Yaxshi yuribdimi? O'qishlari qanday bo'lyapti? Birov xafa qilmayaptimi? O'qishi ham juda cho'zilib ketdi. Yo'l yerda o'zim haqim. Bor. Nachlik. Voy Manzuraxon, uydamisiz? Ha? Keling, keling. Shu yerdaman. Uydaman. Qayoqqa ham borarsan? Yaxshimi? Sizga nima bo'ldi? Nega kayfiyatingiz yo'q? Beti qursin bilan. Beti qursin bilan. Hech bir bola chaqani ketidan rohat olmas ekan. Hech bir bola chaqani ketidan rohat ko'rmay o'lib ketar ekansan-de. Nega unday deysiz? Nimaga? Mana bu kelinni aytaman-da. Kelinimni aytaman-de. Kuydirgan. Kuydirgan. O'g'lim ham har ikki gapni birga ajrashaman degan. O'g'lim ham har ikki gapni birida ajrashaman deyveradi. Ajrasa, Ajrashsin. faqat bolalarga jabr bo'ladi. Faqat bolalarga jabr bo'ladi, olsin. Axir ularda nima ayb? Axir ularda nima ayb? O'zi ayting. Bir chiroyli yashab Bir kelayotgan. chiroyli yashab kelayotgandi. Nima Nima yetishmayotgan yetishmayotgan ekan ularga? Axir bir emas ikkita Axir farzandlar. bir emas ikkita farzandlari bor-a? Odamlar tirnoqqa zor. Hech kimdan kam joylari. Hech kimdan kam joyi yo'q. Nima jin uribdi ularni? Nimasini aytasiz? Men ham shuni aytaman-da. Ularga gapirib turaman. Ularga gap uqtiraman deb o'zim charchab ketdim. Shu kelinim bor ishga kirgandan beri aynida. Kelinim borchi. Ishga kirganda ayni qo'ydi. Avvallari rosa yaxshi. Avval unaqa emas. Bir gap Yaxshigina qizidi. Bir gap gapirsam, ko'p bo'ladi oyijon derdi. hozir bo'lsa betimga sapchiyadi. Hozir bo'lsa betimga sapchiydi. Shavkatjonni ham bir kunga o'rnatib. Shavkatjon ham bir tinga olmay qo'ydi. Bir nima desa tilini Bir nima desa gap qaytaradi. tilini o'ng qarshi qilib gap qaytaradi. Menga qarang olsin. Tiling uzilib topib olgan. Hm? Menga qarang olsin. Bitta yarimtasini topib olgan ekan. Kelinim o'zgarib qo'yadi. Shu birortasini topib olganmi? Qo'yinga, Unaqa unaqa demang-ye. Astag'firulloh, unaqa. Keliningiz juda Ayollarga yaxshi. bordi. Keliningiz Pastkashlikka bordi. yaxshi. Bunchalik pastkashlikka boradi deb men o'yladim. Nega bo'lmasa bunaqa qiliqlar chiqaradi? Nega bo'lmasin? Bunaqa qiliqlar chiqaryapti. Na bolalarni o'ylayapti, Na bolasini o'ylaydi, na erini o'ylaydi, na oilasini o'ylaydi. Mayli men xizmatimni Mayli, meni xizmatimni qilmasa qilmay qo'ya qolsin. Lekin eri bolalariga ham e'tibor qilmayapti. Eriga ham, bolalariga ham e'tibor bermay qo'ygan. Nabiralarim bechora onasining yoniga borgisi ham Hattoki kelmadi. nabiralarimi onasi ham qo'rqib qo'ygan. Yoniga borishga ham qo'rqishadi. Borishi bilan bo'kib tashlaydi-ya. Nahotki shunchalik o'zgargan bo'lsa. Ishongim kelmayapti. Ovozi ham chiqmayapti deya. Misol men ishonga kelmayapti. Ovozi ham chiqmaydigan keliniz, a? Shuni aytaman-da. Shuni aytaman-da, Juda olsin. o'zidan ketdi bu kelin. Juda o'zidan ketdi bu kelin. Juda ham o'zidan ketdi deb bu kelin. Oxiri ajrasang ajrash devorman. Oxiri ajrash dedim. Faqat bolalar shu uyda qolishi kerak. Lekin bolalar shu uyda qolishi kerak dedim. Ular ajrashib ham ketadi. Ular ajrashib ham ketar, mayli. Kelinimga ham bir er topilar. O'g'limga ham bir xotin topilar. Lekin bolalarga kim mehr beradi? Bolalarga kim mehr beradi? Ular o'rtada sarson bo'lib qolishadimi? Nima ular o'rtada sarson bo'lib qolishadimi? Shularni o'ylasam yuragim uziladi. Shularni o'ylasam, yirik bag'rlar ezilib ketyapti. Insof so'raylik opa. Siz o'zingiz ehtiyot olsin. Xudodan insof so'raylik. Aqllarini yig'ib olishadi. Aqllarini yig'ib olishar.
o'zini yo'liga tushib ketadi. Nima ko'rasiz? Siz o'ylamaysiz, o'zingizni o'ylang. Aytganingiz kelsin. Nahotda deysiz? Oilalarni bir changini artaydi. G'aming qolib ketibdi. Yaxshiyam siz borsiz, ey. Yaxshi. Nachlik. Yaxshimisiz? Yaxshimi, o'zingiz yaxshimisiz? Ha? Nega настроениyangiz yo'q? Ha? Bet qursin bular. Hech bir bola chaqali ketidan rohat topmay o'lib ketar ekansan. Bu bola chaqa tashvishida faqat o'lib ketilar ekansan-da. Nima bo'ldi, tinchlikmi? Kelinimni aytaman-da. Hmm. Mushuni tashadi. O'g'lim ham har gapini nima? O'g'lim ham har ikki gapida ajrashaman degani degan. Shu ajrasin-da. Bolalarga jabr bo'ladi. Axir bolalarda nima ayb? Nimaga endi ajrashar ekan? Nima bo'pti? Bir narsa bo'ptimi? Tuppa-tuzli yashab kelayotgandi. Nima yetishmayapti? Gulday ikkita farzandi bo'lsa, odamlar tirnoqqa zor bo'lsa, bularga nima yetishmayapti? Ha? To'g'ri aytasiz. Jimgina yashasin, jim o'tirsin. To'g'ri aytasiz. Men ham bularga gap uqtirib charchab ketdim. Menga qarang. Shu kelini bor-ku, Ha. gumonim bor deydi. Ishga kirgandan beri qo'ydi. Avvallari juda ham yaxshi edi. Bitta gapirsam, xo'p bo'ladi oyijondirdi. Hozir bitta gapirsam, 10 qarich qilib, hozir bitta gap gapirsam, tilini 10 qarich qiladi-ya, gap qaytaradi. O'g'lim Shavkatjonni ham bir tenga olmay qo'ydi. Bir nima desa, voy, gap qaytaradi-ya. Menga qarang o'zim. Bitta yarimtasini topolganmikin deyman. Yo'q, unaqa demang, nafasingizni yel uchirsin, Keliningiz juda ham yaxshi ayol, yaxshi kelin. Yo'q, bunaqa pastkashlikka bormaydi. Unaqa demang. Nega bo'lmasa bunaqa qiliqlar chiqaryapti, a? Na bolalarni o'ylaydi, na erini o'ylaydi, na oilasini o'ylaydi. Mayli, meni xizmatimni qilmasa qilmasin. Lekin eriga ham, bolalariga ham e'tibor qilmay qo'ygan. Nevaralarim ham onasi oldiga boshqa qo'rqib qolgan. Bir narsa so'rab qolsa, hop deb bo'kirib beradi. O'lmasa. Nahotki shunchalik O'zgargan, Osinjon. Yo'q, hech ham ishongim kelmayapti. Keliningizni hatto ovozi ham chiqmas edi. Qanaqa o'zgaradi? Shuni aytaman-da. Juda ham o'zidan ketib qoldi bu kelinim. Oxiri ajash dedim o'g'limga. Faqat bolalar shu uyda qolishadi dedim. Ular-ku ajrashib ketishar, mayli. Kelinimga bitta er topilar. O'g'limga bitta xotin topilar. Lekin bolalarga kim mehr beradi? Ular o'rtada sarson bo'lib qolishmaydi. Shularni o'ylasam, mana bu yerimiz siqilib ketyapti. Menga qarang, Olsin. Siz o'zingizni o'ylang. Biz Xudodan insof so'raylik yoshlarga. Insofga kirib qolar. Siz o'zingizni ehtiyot qiling. Siqilmang. Xo'p, iloyim aytgan ish kelsin. Nima qoldi deysiz? Aytyapman-da shu yerlarni. Ha, bitta dog' qolib ketibdi, yaxshilab ayting. Chinni qilib ayting. Aytyapman. Yaxshiyam siz bo'lsiz. Voy, polislar ko'rmasin. Pokiza sizlar o'zi ham. Sog' bo'ling. Mayli, chiqing. Mayli qizim, o'zingni ehtiyot qil. Mayli qizim.
o'zing ehtiyot. Dugonalaringga salom ayt. Dugonalaringga salom aytgin. Vaqtida ovqatlaninglar. Ovqatlaringni o'z vaqtida yegin. Xo'p, O'chirmagin, xo'pmi? bo'pti bolam. Yaxshi yur. Ha, qizing bilan gaplashdingmi? Ha, dadasi. Hammaga salom ayt. Hammaga salom aytdi. O'zi qachon kelarkan? O'zi qachon kelar ekan? O'qishi tamom bo'libdimi? O'qish tugamabdimi? O'qishlari tamom bo'libdi O'qishi dadasi. tugabdi dadasi. Bu yil 5-chi Bu kurs yil bo'ldi. 5-kursku. Shuning uchun amaliyotga qatnashish Yana bir oylardan Menimcha keyin- bir oylardan keyin kelaman, deyapti. Juda cho'zilib ketyapti-da buning o'qishi. Qanaqa amaliyot? Kech cho'zilib ketdi buning o'qishi. Yil bo'yi bo'la qolmabdimi shu amaliyotda? Yil bo'yi bo'la qolmabdimi o'sha amaliyot? Axir dadasi shifokor bo'lish oson emas. Dadasi, cha qiziqsiz. Shifokor bo'lish osonmi? Kasalxonaga borib bemorlar Kasalxonaga boradi, kasallar bilan tanishadi, tashxis qo'yadi. Quruq. Bitta kitob o'qish bilan bo'lmaydi-ku bu ishlar. Ha, senga qizingni maqtash bo'lsa bo'ldi. o'g'il O'g'ling qani? Uyda edi. Botir. Botir! Botir! labay. Rabbi Bu yoqqa qara. hop. Bular. Ertaga uyni oldiga borasan. Singlinglar Xabar olib kelasan. ko'rguncha qanday yuribdi? Qaraguncha qanaqa yuribdi? O'qishlari yaxshimi? Birov xafa qilmayaptimi? O'qishi ham jar cho'zilib ketdi. O'qishi ham jar cho'zilib ketdi. Xo'p bo'ladi. Hop bo'ladi. Kadriz. Yana bitta paxta ishlab beraylik. Mayli. Barchilik. Mayli qizim. Dugonalaringga salom aytgin. Vaqtida Yaxshi yurgin. Ovqatlaringni o'z vaqtida yegin bolam, xo'pmi? O'zingni ehtiyot qilgin. Bo'pti bolajonim. Aytaman, salom aytaman. Qizing bilan gaplashdingmi? Ha, dadasi. Gaplashdim. Hammanglarga salom aytdi. O'zi qachon kelar ekan? O'qish tugamabdimi? O'qishi tugabdi dadasi. Ha. bu yil 5-kurs bo'lgan. Bu yil 5-kurs ekan. Shuning uchun amaliyotga kirish kerak ekan. Bir oylarda qaytaman dedi. Bir oylarda qaytaman deydi. Yana qanaqa amaliyot? Jar cho'zilib. Jar cho'zilib ketdi-da buning o'qishi ham. Yil bo'yi bo'la qolmabdimi shu amaliyot? Ha, yil bo'yi bo'la qolmabdimi o'sha amaliyotni? Axir dadasi shifokor. Dadasi, chaqalasiz. Dadasi, juda qiziq odamsiz. Ha, Shifokor bo'lsa, shifokor bo'lish osonmi? kasalxonaga borib bemorlarni Kasalxonaga boradi, bemorlar bilan tanishadi, ularga tashxis qo'yadi. Hmm. Bitta kitob o'qish bilan shifokor bo'lib qolmaydi-ku. Ha, senga qizingni maqtash bo'lsa bo'ldi. O'g'ling qani? Uyda. Botir! Botir! Rabbi edi. Bu yoqqa qara. Hop bo'ladi. Ertagayoq shaharga borasan. Singlingdan Senga xabar olasan. ko'rguncha qanday yuribdi? Qarachi qanday yuribgan ekan? Birov xafa qilmayaptimi? O'qishlari yaxshimi? O'qishi ham jar cho'zilib ketdi. O'qishi ham jar cho'zilib ketdi o'zi. Hop bo'ladi. Kadriz. Kadriz. Biroq gap bo'ldi-ku. Manzura Hoy Manzuraxon, uydamisiz? Ha? Keling. shu yerdaman. Uydaman. Qayoqqa ham borarman. Yaxshi Salom ekansiz. alaykum. Assalomu alaykum. Voy. Ha, yaxshimi? Sizga nima bo'ldi? Nega kayfiyatingiz yo'q? Bet qursin bilan. Beti qursin bilan. Hech bir bola chaqani ketidan rohat topmas ekan. Hech bir bola chaqani ketidan rohat ko'rmay, ulib ketar ekansan-da. Nega unday deysiz? Nimaga unaqa deysiz? Tinchlikmi? Mana bu kelinni Bo'ldi. aytamanda Kelinim aytaman. kuydirgan. Kuydirgan. O'g'lim ham har ikki gapni birida ajrashaman O'g'lim deydi. ham har ikki gapni birida ajrashaman deyveradi. Ajrasa-ajrasinda Ajrasa. faqat bolalarga jabr bo'ladi. Bolalarga jabr bo'ladi, olsin. Axir ularda nima? Axir ularda nima ayb? O'g'lim
kechirish. Hech Bir chiroyli yashab bir kelayotgan. chiroyli yashab kelayotganda Nima yetishmayotgan nima ekan? yetishmayotgan ekan ularga? Axir bir emas, ikkita farzandlar. Axir bir emas, ikkita farzandlari bor a? Odamlar tirnoqqa zor. hech kimdan kam joylar. Hech kimdan kam joyi yo'q. Nima? Jin uribdi ularni. Nimasini aytasiz? Men ham shuni aytaman-da. Bularga gapirib turaman deb Ularga charchadim. gap uqtiraman deb o'zim charchab ketdim. Shu kelinim bor ishga kirgandan beri aynida. Kelinim bor ishga kirgandan beri aynida qo'ydi. Avvallar rosa yaxshi edi. Bir gapirishgina qiziq. Bir gap gapirsam ko'p bo'ladi oyijonda. Hozir bo'lsa betimga sapchiydi. Hozir bo'lsa betimga sapchiydi. Shavkatjon. Shavkat joyga bir tinga olmay qo'ydi. Bir nima desa gap qaytaradi. Tilini o'ng qarshi qilib gap qaytaradi. Menga qarang olsin, bitta yarimtasini topib olganmi? Menga qarang olsin, bitta yarimtasini topib olganmikan? Qo'yingga, unaqa demang-ye. Astag'firulloh, unaqa Keliningiz juda ayollarga yaxshi, bormang. bunchalik Keliningiz pastkashlikka bordi. yaxshi. Bunchalik pastkashlikka boradi deb men o'ylamayman. Nega bo'lmasa bunaqa qiliqlar chiqaradi? Nega bo'lmasa unaqa qilib chiqaryapti? Na bolalarni o'ylayapti, na Na oilasini. onasini o'ylaydi, na erini o'ylaydi, na oyasini o'ylaydi. Mayli, meni xizmatimni qilmay qo'yaversin. Meni xizmatimni qilmasa qilmay qo'ya qolsin. Lekin eri bolalariga ham e'tibor qilmayapti. Eriga ham, bolalariga e'tibor berib qo'ygan. Nabiralarim bechora onasining yoniga borgisi ham kelmay qolgan. Nabiralarimi onasi ham qo'rqib qo'ygan. Nega? Yoniga borishga ham qo'rqishadi. Borishi bilan o'qib tashlaydi-ya. Nahotki shunchalik o'zgargan bo'lsa. Shunaqa o'zgargan bo'lsa. Ishongim kelmayapti. Ovoz ham chiqmaydigan keliniga. Misol men ishongim kelmayapti. Ovozi ham chiqmaydigan keliniz-a? Shuni aytaman-da. Shuni aytaman, Juda olsin. o'zidan ketdi bu kelin. Juda o'zidan ketdi bu kelin. Shuni ham o'zidan ketdi deb kelin. Oxiri ajrasang ajrash deyordi. Oxiri ajrash dedi. Faqat bolalar shu uyda qolishi kerak. Lekin bolalar shu uyda qolishi kerak dedi. Bular ajrashib ham ketadi. Ha, ajrashib ham ketar, mayli. Kelinimga ham bir er topilar. O'g'lim ham O'g'limga ham bir xotin topilar. lekin bolalarga kim mehr beradi? Bolalarga kim mehr beradi? Bular o'rtada sarson bo'lib qolishadimi? Nima ular o'rtada sarson bo'lib qolishadimi? Shularni o'ylasam yuragim eziladi. Shularni o'ylasam, mening bag'rim ezilib ketyapti. Insof so'raylik opa. Siz o'zingiz ehtiyot qiling. Olsin, Xudodan insof so'raylik. Aqllarini yig'ib olishadi. Aqllarini yig'ib olishar, o'zini yo'liga tushib ketadi. Mana ko'rasiz. Siz o'ylamang, siz o'zingizni o'ylang. Xudo insof bersin. Iloyim, aytganingiz kelsin. Nima deysiz? Oilalarni bir changini artaydi. Nima deb qolib ketdi? Yaxshi ham siz dorsiz-ey. Yaxshi. Stop. So'rashdan Yaxshimisiz? Yaxshimi? O'zingiz yaxshimisiz? Ha? Nega настроениyangiz yo'q? Beti qursin bular. hech bir bola chaqaniklikdan rohat Hech bir bola chaqanikligidan rohat topmay o'lib ketarkansan. bola chaqa tashvishdan Bu bola chaqa tashvishidan faqat o'lib tukilarkansan-da. nega unday deysiz? Nima bo'ldi? Tinchlikmi? Mana bu kelinni aytaman-da. Kelinimni aytaman-da. O'g'limni har gapini birida ajrashaman deydi. O'g'lim ham har gapini nima? Har ikki gapida ajrashaman deyveradi. O'g'lim ham har ikki gapida ajrashaman degani degan. Ajrasa ajrashsinda. Shu ajrasinda. Faqat bolalarga jabr bo'ladi. Bolalarga jabr bo'ladi. Axir bularda nima ayb? Axir bolalarda nima ayb? Voy opa nega ajrashaman deydi. Hmm? Voy opa nega ajrashaman deydi. Nimaga endi ajrashar ekan? Nima bo'pti? Bir narsa bo'pti. Yashab kelayotgan-ku. Tuppa-tuzli yashab kelayotgandi. Nima yetishmayapti? Nima yetishmayapti? Gulday ikkita farzandi bo'lsa, odamlar tirnoqqa zor bo'lsa, bularga nima yetishmayapti? Ha? Nimasini aytasiz? Jimgina yashasin, jim o'tirsin. To'g'ri aytasiz. Men ham bularga gap qilib Men ham bularga gap turaverib
turaverib, charchab ketdim. Shu kelinim borib ishga kirgandan beri aytgan. Menga qarang. Shu kelinni olib, Ha. gumonim bor men. Ishga kirgandan beri aynib qo'ydim. Avvallar rosa yaxshi edi. Avvallari judayam yaxshi edi. Bir gapirmasdi. Bitta gapirsam, ko'p bo'ladi oyijandir. Hozir bitta gapirsam, 10 qarich qilib, hozir bitta gap gapirsam, tilini 10 qarich qiladi-ya. Gap qaytaradi. Shavkatjonni ham bir tiyinga olmadi. O'g'lim Shavkatjonni ham bir tiyinga olmay qo'ydi. Bir narsa desa tilini bir qarich qilib Sa, gapiradi. voy, gap qaytaradi-ya. Menga qarang olsin, bitta yarimtasini topib oldim ekan. Menga qarang olsin. Deganimizni topmagan deyman. Voy, otam, Yo'q, unaqa demang. Nafasingizni yel uchirsin. Keliningiz juda yaxshi, bunchalik. Keliningiz judayam yaxshi ayol, yaxshi kelin. Yo'q, bunaqa pastkashlikka bormaydi. Unaqa demang. Nega bo'lmasa bunaqa qilib chiqaradi? Nega bo'lmasa bunaqa qiliqlar chiqaryapti? Na bolalarni o'ylayapti. Na bolalarni o'ylaydi, na erini o'ylaydi, na oilasini o'ylaydi. Mayli, meni xizmatimni qilmasa qilmasin. Lekin eriga ham, bolalariga ham e'tibor qilmay qo'ygan. Nabiralarim bechora onasining yoniga borib ham kelmay qolgan. Nevaralarim ham onasi oldiga boshqa qo'rqib qolgan. Bir narsa so'rasa darrov Bir narsa so'rab qolsa, hop deb bukirib beradi. nahotki shunchalik o'zgargan bo'lsa. Nahotki shunchalik o'zgargan bo'lsa, o'zgargan Olsinjon. Ishongim kelmayapti, o'zi ham chiqmaydigan. Yo'q, hech ham ishongim kelmayapti. Keliningizni hatto ovozi ham chiqmas edi. Qanaqa o'zgaradi? Shuni aytaman-da. Juda o'zidan Judayam o'zidan ketib qoldi bu kelin. oxiri ajrasang ajrash deb oldi. Oxiri ajash dedim o'g'limga. Faqat bolalar shu. Faqat bolalar shu uyda qolishadi dedim. Ular ajrashadi. Ular ajrashib ketishadi, mayli. Kelinimga bitta er topilar. Ey, O'g'limga bitta xotin topilar. Lekin bolalarga kim mehr beradi? Lekin bolalarga kim mehr beradi? Ular o'rtada sarson bo'lib Ular o'rtada sarson bo'lib qolishmaydi. shularni o'ylasang yuragingizda. Shularni o'ylasam, mana meni siqilib ketyapti. menga qarang olsin. Siz o'zingizni o'ylang. Biz Xudodan insof so'raylik yoshlarga. Ha? Insofga kirib qolar. Siz o'zingizni ehtiyot qiling. Siqilmang. Xo'p, iloyim aytgan ishga Ha. Vaqotingiz. Aytyapman-da shu yerlar. Mana bitta dog' qolib ketibdi, yaxshilab ayting. Shunday qilyapti. Aytyapman. Yaxshiyamsiz siz. Voy, polis ko'rmasin. Chapo qiza sizda o'zi ham. Sog' bo'ling. Mayli, chiqing. Choy ichib, damlab,